Dorimiz olis hamma qiziqyapti. Rezultatini o'zingizlar kuzatib ko'rib borasizlar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram, Telegram kuzatuvchilar. Bugun Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz. 2025-yil 10-aprel. Dorimizni ikkinchi sinov kuni har 5 kunda kelib sinov o'tkazamiz. O'zimizga ajratib olingan shunaqa katta, yaxshi bo'lgani eng mayda joyini olganmiz. Xolasa bugun ikkinchisi 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 tuproq malhamini qo'yamiz. Ozmuncha bizga ko'rinma tezilishi, ranglarda, baylarning ochilishida kavrakka eng mayda joyidan tajriba uchun ajratib olganmiz. O'zimizga ip bilan o'rab ko'rinish uchun. Oldingi videolarimizni ko'rsatganmiz, ammo kavrakka qo'lab qalinligini ham ko'rganmiz. Xohlasa vegetatsiya davri tugaganda, davr qo'yish tugaganda yana shu kavrakka boshqalarini qo'lab ildiz qalinligini ko'ramiz. Kuzatib turasizlar. Xudo xohlasa rezultatini yana ulashib boramiz. Dorilarimizni 3-4 sinov quyishlarida rezultat seziladi. Har bitta doriga kelib dori quyganlarimizni videolarini ko'rsatib boramiz, xudo xohlasa. Eng mayda joyini, eng past joyini olganmiz. Videoga olishga ja usta emasman. Yog'ini to'g'ri tushunasizlar endi. Kavraklar yaxshi, shu o'smagan joyida xudo xohlasa dorimizni rezultatini ko'rsatamiz. Mana bugungi ikkinchi partiya dorilarimiz quyish tugatdik. 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 tuproq malhamlarini. Xudo xohlasa bugun sana 10 bo'lsa, 15-da yana kelamiz. Men videoga olib sizlarga ko'rsatamiz. Hammasiga quyib chiqilyapti. Mana bular tabiiy o'sayotgan kavraklar. Egalari dorimiz hamma qiziqyapti. Rezultatini o'zingizlar kuzatib ko'rib borasizlar.